Jizzaxda yoshlarning innovatsion g'oyalarini ilgari surish va tadbirkorlik salohiyatini oshirishga qaratilgan muhim seminar tashkil etildi. Yoshlar startap loyihalari deb nomlangan ushbu tadbir Savdo-sanoat palatasi, Jizzax viloyat boshqarmasi, Jizzax politexnika instituti, Markaziy bank viloyat boshqarmasi va Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida amalga oshirildi. Seminar doirasida yoshlar o'rtasida startap madaniyatini shakllantirish, ularning innovatsion g'oyalarini hayotga tatbiq etish, biznes rejalashtirish asoslarini o'rgatish va muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlash maqsad qilib olindi. Tadbir davomida iqtidorli va tashabbuskor yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan startap loyihalari taqdim etildi. Mazkur loyihalarni maxsus ekspertlar hay'ati baholab, ularning innovatsion yondashuvi, iqtisodiy samaradorligi hamda amaliy ahamiyatini inobatga oldi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 14-fevral sanasida mamlakatimiz yoshlari bilan bir tarixiy uchrashuvlar tashkil etildi. Bu uchrashuvda yoshlarimizni bandligini ta'minlash, yoshlarimizni biznes rejalarini, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 3 ta eng yirik qaror imzolandi va bu qarorga ko'ra bugun Jizzax viloyatidagi bandligi ta'minlanmagan yoshlarimiz va qolaversa bugun oliy ta'lim muassasalarini bitirish arafasida turgan bitiruvchi talabalarimizni yangi startaplarni, loyihalarni aniqlash, ularning biznes rejalarini bugun amaliyotga tatbiq etish maqsadida Jizzax viloyatidagi bir qancha hamkor tashkilotlar bilan, jumladan Savdo-sanoat palatasi, hududiy boshqarmasi, Markaziy bankimiz, tijorat banklari hamda mana shu oliy ta'lim muassasasi rektorlari va rahbariyat bilan birgalikda Jizzax viloyatidagi 5 ta oliy ta'lim muassasasini bu yil bitirish arafasida turgan 7 mingdan ortiq bitiruvchilarimizni bugun o'zlarini yaratgan startap loyihalari, g'oyalarini bugun amaliyotga tatbiq etish, g'oyani bugun loyihaga aylantirish, loyihani bugun amaliyotga keng jalb qilish, joriy etish maqsadida bugun yoshlar startap loyihalari ko'rgazmasi tashkil etilmoqda. Bu ko'rgazmada mana mazkur Jizzax davlat politexnika institutining bugun bitiruvchi talabalari o'zlarining yaxshi innovatsion ishlanmalari bilan, yangi startaplari bilan qatnashmoqdalar va bu nima beradi? Bu shu yoshlarimizni bugun o'zini startaplarini amaliyotga joriy etish va bu orqali aholimizga qulay shart-sharoitlar yaratish mexanizmini yaratib beradi. Muhtaram Prezidentimizni shu joriy yilda bo'lib o'tgan yoshlar bilan uchrashuvlarida oliy ta'lim muassasasi rektorlarini ham oldiga bir qancha vazifalarni qo'yib belgilab berdilar va bu vazifalar ijrosi o'laroq mana bugun ham rektorlarimiz 50% vaqtini aynan mana shu mazkur oliy ta'lim muassasasining bitiruvchilari bilan shug'ullanishlarini biz e'tirof etishimiz kerak. Nimagaki, sababi bugun mehnat bozoriga kirib keladigan yoshlarimizga munosib shart-sharoitlar yaratish va ularni oldlarida turgan bir sun'iy to'siqlarni yechish maqsadida ham aynan bugungi yoshlar startap loyihalari ko'rgazmasi, taqdimotlari bu o'zini bir amaliy tasdig'ini ko'rsatib beradigan umiddamiz. Bu ko'rgazmalarni biz nafaqat oliy ta'lim muassasalarida, balki bugun o'sha mehnat bozoriga kirib kelishi kutilayotgan professional ta'lim muassasasi bitiruvchilari bilan ham, umumta'lim maktab bitiruvchilari bilan ham o'tkazishni rejalashtirganmizki, asosiy maqsadimiz o'sha ishsizlikdan xoli hududga aylantirish viloyatimizni, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish mamlakatimiz va qolaversa yoshlarimiz bugun oldida turgan eng ilg'or startaplarni bugun amaliyotga joriy etishdan iborat hisoblanadi. Seminarda quyidagi asosiy yo'nalishlarda startap loyihalarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Raqamli texnologiyalar va IT loyihalari, yashil energetika va ekologik texnologiyalar, ijtimoiy tadbirkorlik va jamiyatga foydali innovatsiyalar, moliyaviy texnologiyalar, fintech va bank sohasi bo'yicha yechimlar. Tadbirda sohaga oid tajribali tadbirkorlar, investorlar, tijorat banklari vakillari, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va davlat tashkilotlari mutaxassislari ishtirok etib, yoshlarga amaliy tavsiyalar berishdi. Shuningdek, istiqbolli startap loyihalarining kelgusida rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi. Seminar yakunida istiqbolli startap loyihalari quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ldi: konsultatsion yordam olish, potensial investorlar bilan bog'lanish, loyihani huquqiy va moliyaviy jihatdan rasmiylashtirish bo'yicha yo'riqnomalar olish, inkubatsiya dasturlarida ishtirok etish taklifini qabul qilish. Prezidentimizning oxirgi yig'ilishlarida 3 ta asosiy qaror imzolandi. Bu qarorning asosiy maqsadi oliy ta'lim, ya'ni Savdo-sanoat palatasi, Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida bitiruvchi yoshlarimizga, ya'ni tadbirkorlik qilish istagini bildirgan yoshlarimizga ularning bandligini ta'minlash kerak bo'ladigan asosiy maqsadlardan biri tadbirkorlik kurslarida o'qitish masalalari ko'rildi. Bu qaror, ya'ni farmon
imzolanganini maqsadi o'sha yoshlarimizni bandligi ta'minlash, ularning asosiy vaqtlari tadbirkorlikka o'qitish, yoshlarni yirik tadbirkorlik subyektlariga biriktirish masalalari ko'rildi. Bu masalalardan asosiy maqsad shundan iboratki, ularning bandligini ta'minlash va lider tadbirkorlarimizga biriktirib eksportni rivojlantirish, yoshlarimizni o'qitish va savodxonligini oshirish maqsadida belgilandi. Hozirgi kunda Savdo sanoat palatasida Jizzax viloyati bo'yicha 500 ta prognoz, ya'ni reja berildi yoshlarni tadbirkorlik kurslarida o'qitish masalalari bo'yicha. Bu masalalar hozirgi kunda 100 nafar yoshlarimiz tadbirkorlik kurslariga o'qitildi. Endi hozirgi kundagi jarayonimiz ularga vazifalari, ya'ni yangi loyihalari, innovatsiyalari bo'yicha kreditlar ajratishda tavsiya etilmoqda. Mazkur tadbir yoshlarning innovatsion salohiyatini yuzaga chiqarish, ularni jamiyat iqtisodiy jarayonlarga faol jalb etish hamda zamonaviy tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Yaratish va muhtaram prezidentimiz